Assalomu alaykum hamma kanalimiz a'zolariga. Penavlog Namangan kanalini muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka ukalarimiz, xudo xolasa bugun mana Penavlog yevro komplektlarimiz bir qator tanishtirib obzorni qilib o'tamiz. Biz bir komplekt ustimizda mana bunaqa pena generatorimiz bo'ladi. Bir dona 100 tali skotch gaz baloni tayyorlangan va 2 tali bo'lgan 40 tayyorlangan rastvor bo'lganimiz bo'ladi bitta. Keyin sharnirli qoliplarimiz bo'ladi. Yonlari mana polni rezvali bo'ladi. Ko'rib turganinglarda tayyorlarda sharnir 20 sm tikkasiga 4 profil to'qib chiqilgan. Bu profil tushgan yeri tikkasiga har bitta tagida chokiga ham o'tgan, ko'ndalang 3 qator profil tortilmagan. Har 20 sm orasi eng tagiga tortilgan. Bir komplektimizda mana shunaqa 6 tali qolipidan 3 dona bo'ladi. Razmerlari 20, 30, 60 razmer chiqaradi. Bunga qo'shib beryapmiz hozir bonus qilib bitta latoy listimiz, keyin bitta burchak kalon listlarini qo'shib beryapmiz. Buning ichida 1000 tashga yetadigan gel va kompressor mikseri ham ichida bo'ladi. Xudo xolasa komplekt holatda olib borib O'zbekiston bo'ylab qo'yib o'rnatib ishga tushirib beryapmiz. Buni joyida ham narxi hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida bizning adresimiz. Joyida mana shu yerdan kelib o'rganib olib ketishadigan bo'lsa $8 yevro komplektimiz. Vodiy ichiga $850, $900dan O'zbekiston 12 ta viloyatiga dastavka ustanovka ichida qilib chiroyli qilib beramiz. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlaridan Telegram, WhatsApplar va mana shu nomerlarda bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Xudo xolasa neytralga zonagacha olib kirib berishga harakat qilamiz do'stlar. Bu keyin komplektimizda bu ham hammasi yevro qolib, mana yonida beldan ko'rsatuvchi 3 qator mana 12-30-60 g'isht chiqadi bundan. Hop, ikkita qolipi seli 20-30-60 chiqaradi, 6 dan 12 ta. 3-chi qolipida 4 ta 20-30-60, 3 ta peregorodka. Bu ham mana zakazga tayyorlab berilaveradi. Universal chiqaraman degan akalarimiz bunda 4 xil g'isht chiqadi. Peregorod 12-30-60, abishni g'ishtimiz 20-30-60, burchak kalonlarniki chiqadi. Eng oxirgi qator latoy listlarimiz chiqadi. Buni ham zakazga tayyorlab yasab beramiz. Keyin bu yoqda hozir mana xudo xolasa bu yil ancha odamlar ham o'rganib qoldi bunga. Mana ich teshik qoliplarimiz, bu ham yevro qolip bo'ladi. Sveskasi, buni choy boshlari va o'rtasida turbasi yuzli turbaga teshilgan, teshigi kattaroqligi uchun hozir ko'p uylar mana shu uydan qurilyapti. 2 etajli bemalol xotirjam qilib yurishadi. Bu qolipimizda ham 3 ta qolipi komplekt holatda bo'ladi. 20-30-60 razmer, o'rtasi yuzli turbaga teshilgan bo'ladi. Mana tepadasini chiqqan bloklari ham turibdi tepada. Ko'rishlar mumkin. 2 tali bochkamiz bo'ladi, 3 ta qolipimiz, 100 litrlik pena generatorimiz bo'ladi. Uning ichiga latoy listini qo'shib beramiz, kompressor mikserini qo'shib beramiz. Bunda burchak kalonni bo'lmaydi. Burchak kalonni bo'lmagan sababli har bitta burchakka обязательно bir-biriga choy bosganda o'rtada bitta yuzli turbani o'rnidan chiqib ketadi tepagacha. Prямо teshik har bitta uyda burchakda bo'ladi. Hop. Bunda manaqa rezinkalar bor. Rastvorimiz tagidan oqmasligi uchun mana shunaqa rezinkalarni ham qo'yib berilyapti hozir tagiga. Ko'rib turganlarda tagiga ochiladigan, pastga yotib ustiga chiqadigan tomonlariga 3 qatordan sharnir qo'yiladi do'stlar. Yonlari mana polni rezvali bo'ladi, bolt yakali bo'ladi, xudo xolasa. Rastvor kuygan paytda taglaridan oqib, tagini qumda bekitish shart emas. Bir marta quyuq qilib kuyib olinadi. Shu bilan xudo xolasa bir sekinda kuyib ketaveradi xotirjam. Bundan tashqari bu yoqda gazavli uskunalarimiz bor. Bir qator tanishtirib o'taylik. Penavli uskunamizga bir kishi o'zim kuyaman degan akalarimizga mana bunaqa rastvor bachuvlarimiz bor. Mana poddomlarni ham chiroyli qilib tayyorlab yasab qo'yganmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bemalol bir kishi ipsini tashlab, rastvor tayyorlab, bemalol ustida turadi. Pastdan turadi. Oyog'ida stol qo'yish shart emas. Poddomini o'ziga chiroyli qilib yasab qo'yganmiz. Bu rastvor bochkalarni ham zakazga tayyorlab beraveramiz. Xo'p, gazavli mishalkamizni tanishtiradigan bo'lsak, gazavli mishalkamiz mana yarim kubalik rastvor tayyorlaydigan qozoni bo'ladi. Motorimiz bo'ladi. 380 ga ham 220 ga ham ishlaveradi. Hozir bu hamma xonadonni sharoitini kelib chiqqan holatda 220 tokga moslashtirib qo'yganmiz buni. 220 tokda, ya'ni uydagi oddiy rezetkada ishlaveradi. Xotirjam hech qanaqa nagruza kelmaydi. 380 toki bor, 3 faza bor degan akalarimizga ichida bir dona kabel bor, shu uzilgan. Shuni ulanadigan bo'lsa 3 fazaga ham ishlasa bo'laveradi. Kranchilar ham xudo xolasa sifatli, yaxshi katta kranchilardan qo'yilgan. Rastvor ichida ko'p qolib ketmaydi, tezroq tushib ketadi. Tushish maqsadida qilingan bu narsani. Mana 100 lik emas, 120 lik, ya'ni 119 lik turbaga rastvor tushadigan joydan 119 lik turbaga moslab qo'yilgan xudo xolasa. Bu bitta mishalkamiz.
va 2 dona yarim kubalik qolipimiz bo'ladi. 0,43 forma. Bundan 12 tadan 24 dona chiqadi. Ikkita qolipida 2 donaga 1 kuba hisoblanadi. 26 ta qishimiz 1 kuba bo'ladigan bo'lsa, 20-30-60 razmer. Bundan 12 tadan 24 dona chiqadi. Ana shuning uchun bu yarim kuba sotiladi. Aytilishi 0,43 forma chiqadi. 12 tadan chiqadi bittasida. Bitta universal shablon reskamiz bo'ladi mana. 10 santimetrdan boshlab kesib so'radi. Klient xohishiga qarab mana 10lik, 20lik, 30lik zakasiga qarab turib, xadovoy ketadigan 20, 30, 60 razmerda, keyin 10, 30, 60 razmerda xonalar ichini bo'lgan. Bitta shablon reskamiz bo'ladi. Bu yoqda mana 1 tonnalik suv bochkamiz bo'ladi. Xudo xolasa suv zapasi suv turish uchun bunaqa qolipdan xudo xolasa 10 tagacha bemalol bu zapravka gaz bitta suv isitib olsa, shu qolipdan 10 ta qolip to'ldirib, bemalol suvni yetkazib beradi. 1 tonnalik suv bochkamiz bo'ladi va pastdan tepaga suv tortib beradigan bitta yangi motorimiz bo'ladi. Xudo xolasa ichida buni bu yoqda mana kranchilar bor, suv tushadigan mana grasniylari bor, suvni haroratini ko'rsatib turadigan va yonlarida ikkitadan tent qo'yib beramiz. Bu pastdagi bochkada esa tepaga shablon bochkamizda suv tushirib beradi. Tepada ham pastdagi bochkamizda ham 1,5 kilovatdan 4 dona tent qo'yib beramiz. Tepaga ikkita, pastga ikkita. Yon tomonlama ko'rsatadigan bo'lsak, pastdan chiqqan suv oshiqcha suv mana shu yerdan o'sha metka bo'ladi. Mashinaga bir marta suv isitilsa 12 daqiqaga yetadigan rastvorga yetadi mashina ichidagi suvi. Obratda qaytib pastga tushadi. Buni pastga tushish sababi, tashqariga chiqib ketmaslik sababi, chunki pastdagi suvda ham issiq bo'ladi, tagida tenlari bo'ladi. Tepadagi suv hali issiq suv tashqariga chiqib ketib qolmaydi. Deb olsam, to'k tomonlama, hamma tomonlama sal bo'lsa ham klient uchun foyda bo'ladi. Obratda pastga tushib, oshgan suv yana qaytib tepaga chiqaveradi pastdan. Bu komplektimiz joyida, adresimizni bir marta qaytarib o'tamiz. Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida. Joyida $1500 shu komplektimiz. Kelishadigan bo'lsa, shu yerda o'rgatib, ustunovka qilib, chiroyli qilib, hamma yo'g'ini sir-sinovlarni yaxshilab o'rgatib qo'yamiz. Yo, agar dastavka qilib chiqarib yuboring deydigan bo'lsa, vodiy ichiga $1550 dan yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab endi joyiga qarab kelishilgan narxlarda maksimalni eng uzoq joylarga $200 atrofida qo'shiladi. $1700 atrofida chiqib qoladi. Agar yo'q, meni Labo'yim bor, yo Changan, yo Hyundai Porter'im bor deydigan bo'lsa, kelishadigan bo'lsa, mana shu yerda o'rgatamiz. $1500 dan berib, xudo xolasa komplektdan olib ketishaveradi. Penavlo, Gazavlo uskunasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Hozir ekranda ko'rinib turgan raqamlarga aloqa qilishaverasizlar. Xudo xolasa video yoqqan bo'lsa, bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.